Package. Hop, endi qarang. Mana yaqinda velosipedga tushgan poliplodiyani 6 kun holatini ko'rib chiqamiz. Qarang. Chaqirishtirilyapti. 6 kun degani e'tibor bering, mana shuni o'zi bilan chaqishtiryapmiz. Endi muhimi bundan hosil bo'ladigan gametalarning sonini to'g'ri bilishingiz. Qarang. Birinchi katta A dan, demak, bitta hosil bo'ladi. Ikkinchisi katta A kichkina A dan 9 ta. Endi katta A kichkinadan 9 ta bitta hosil bo'ladi kichkina. Endi tevaga ham xuddi shuni nima qilasiz? Takrorlash darajasini yozasiz. Katta kichkina. Mana pingetga qo'yamiz. Hozir mana sonlar jihatdan bu yerda to'g'ri pingetga mana tez sonlarni ko'paytirganingizni yozasiz xolos. Hammasini agar alohida hisoblasangiz juda ham ko'plab hosil bo'ladi. Sonlarni yozib qo'yamiz mana. E'tibor bering. 1 9 1. Qarang. Bu yerda 1, bu yerda 9, bu yerda ham 9, bu yerda 1. Endi bu yerda 9, bu yerda 81, bu yerda 81, ha? Mana bu yerda yana 9, bu yerda ham 9, bu yerda 81, bu yerda ham 81. Endi 9. Bu-chi? Mana bu yerda bir ekana 1, 9 hamda 1. Mana ko'rdingizmi? Endi ham organizmlarni hisoblaymiz. Nechta organizm bor? Qarang. Bu yerda birinchi qatorda qarang. 10, 20 tami? 20 ta. Bu qatordachi? 162 ga 18. 162 18, 180, 20 qo'shsa 200. 200 jami 900 targangiz. Demak, fenotipimizda qo'rqmasdan 399 ga 1 mana. Qo'rqmasdan 399 ga 1. Chunki mana bu bittasi faqatgina retsessiv qolgani, demak dominant. Endi genotip nisbatini qidiramiz. Mana bunga o'xshaganlar nechta bor? Bitta bor. Endi bundan o'xshagan 9 ga 9, 18. To'g'rimi? Xo'p, endi bunga o'xshagani 99 ta. Endi narigilarchi? Mana ular hisoblaylar 164 ta. 164 ta to'g'ri. Endi xuddi shuni takrorlanish darajasini yozasiz. 99, 18 hamda 1. Mana shu narsalar yaqinda velosipedga tushgan masala. Afsuski, deyarli 70% odam buni xato ishlaydi. Siz mana bu yerda 6 da gametalarda hosil bu sonni 100% yodlab oling. Bitta bundan, mana bundan demak 9 ta, demak mana bundan ham 9 ta, hamda mana bu kichkina uchalardan mana bitta. Tushundingizmi? Mana shu holatda demak bemalol topishingiz mumkin. Endi 6 dan keyin 8 ni ko'rib chiqamiz. Yozib oling.